Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Andijon shahar Paxtabod tumanidamiz. LG kirmoshlarni pashinilari ichida bakan silab olib kelib almashtiramiz hozir pashinilarni. Parashopiramidan suv oqib, pastlarni hamma yo'lini chiritib. Shu parashopiramidan suv oqishni boshladimi ko'rib qolsanglar, sразу xabar berishga harakat qilinglar. Bir qator yuvordik, tozalab, kristayinasini almashtirib oldik, yangi qo'ydik. Endi pashinalar teramiz. Pashinalar original qo'yamiz, o'ziniki. FHRBga pashinalar qoqib oldik. Mana kristayinani ham almashtirdik. Baklarni bir qator yuvib qo'ydik, ichlarini tozalab chiqqanicha. Praktiski terib olay deyapmiz. Motor qoldi, orqa qism qoldi terish. Pashinalarni almashtirib oldik. Mana hozir original pashinalarda oldlari ham zavod chiqdi. Tak, oxirida test programmasi qo'yyapmiz. Suvlar olib. Timon to'shirib suv olmayapti. Mashinka ishlayapti.